Abbas aka, padişah rastlı qazını 50 dara urdimi? Ha, bu qitim padişahning rastli ochiq keldi. Ehtiyot qiling. Bu qazi odati puhralarga bakmi yovuz edi. Uni bir adablab yaxshi qildi. Padişahning buyrug'i Abbas kirsin, Nasriddin saqlab tursin. Ketishga bo'lmaydi. Nasriddin, saqlab turing. Men kirib chiqay. Shohim, Nasriddin keldi. O'rda oldida saqlab o'tirdi. O yerda bir oqshom saqlasin. Atdiganda deyishayli. Shohim, Nasriddin to'nlab qoladi. Nasriddin bak aqlli emasmi? O cho'qim amal topa oladi. Qulluq. Ajab sovuq ekan. To'nlab ketdimi? Bundaq sovuqni qanday qilaman? Nasriddin. Abbas aka. Nasriddin. Ozroq bir nima yeb oling. Havo pek sovuq ekan. Abbas aka, padişah meni qasdan kirgizmay, bu yerda to'nlisin debdi, shundaqmi? Shundoq. Biroq qaraganda siz uchun hech gap emas taqiladi. Nasriddin, men qaytay. Boshqalar ko'rib qolsa chatoq bo'ladi. O'zingizga diqqat qiling. Menga sovuq etmaydi. Hürmetli alileri, men allaburun özlerini bir kez sakladım. Nasriddin, senden so'rab baqay. Sen nemishqa seliq yig'ishni qalay maqalashtirib etsan? Alileri, bu yil qurg'oqchilik bo'ldi. Agar oldingi yildagidek ochliq topshirishni belgilasak, undaqda atiyazda terilgan urug'ma qolmaydi. Men bu yilgi qurg'oqchilikning bundoq egri bo'lganligini o'ylamabdiman. Men ochliq yig'ish masalasini o'ylashib baqay. Alilerga ko'p rahmat. Padişahimizdan nadir. Lekin sen seliq yig'ishni qalay maqalashtirganliging uchun cho'qim jazoga tortilishing kerak. Bu kasam o'ramlar? Yo'q, qasanga urmaymiz. Uyingdagilar qo'sh seliq topshirishi kerak. Birodar, men sizning ochlig'ingizni oson bo'lmaydi. Sizmi oralli kuni o'tkazyapsiz? Sadriddin aka, e'lon. Bu ochliqlarmi Nasriddinning ko'pchilikka etmagan ochlig'i. Sadriddin, asla hamisha bir oila kishilarni qiynasoq bo'lmaydi. Nasriddin, mana ochliq keldim, ola. Dadang verdimi? Ambardan aldım. Baribir bizning o'yning ochlig'i jiq tursa. Sizlar buncha bola ko'p ochliqni ep kelibsizlar. Undaqda sizlar qanday qilasizlar? Buğday, bir damni 2 damga, 2 damni 4 damga, bir xaltani 4 xaltaga aylantirg'ili bo'lgan bo'lsa, ajab yaxshi bo'ladi. Birisi 2 bo'lsa, ikkisi 4 bo'lsa. Men amal topdim. Nasriddin, uydagi ochliqlarning hammasini topshirding? Shundaq alileri, ochliqlarning hammasi bu yerda. Hamma ochlig'ing mushuma? Alileri, Nasriddin aka bu qishda ochliqdan o'ladigan bo'ldi. Bu alileri, sizlarning buyruqlariga bo'ysunaman. Bizning uydagilar qo'sh ochliq topshirdik, lekin mening bir talabim bor. degina Nasriddin. Bizning uyda hozir saqlab qo'ygan ochliqmi, urug'mi yo'q. Shunlashqa alilerdan azroq ochliq qarz olay degan.
degine qanchalik olasan? Aliylari, qarsla. Nasriddin, bu nima qilganing? Hurmatli aliylari, men sizlarga tushundiraman. Hozir sizlarning qarovullar kelib menga yordamlashsa bo'ladi. Ikkinglar Nasriddinga yordamlashinglar. Hop! Qarovul aqla, birdamdan keyin aliylariga aniq ko'rstinglar, ha? Aliylari, bu yerdagi har bir odamni bir dona bug'doyga o'xshatsak, aliylari qarsla, ha? Masalan, birinchi katakchiga bir dona bug'doy qo'ysak, ikkinchi katakchidagi bug'doyning bir hissasi 2 dona bug'doy. Budak sen nimacha ig'ir? Uchinchi katakchidagi bug'doychi ikkinchi katakchidagi bug'doyning bir hissasi. 4 dona bug'doy. Aliylari to'g'ri dedilar. 4-chi katakchidagi 8 dona bug'doy. Mushundaq faraz qilaversak, toki 100 katakchi bo'g'icha. Aliylari, men bu bug'doylarni oriyatga olay. Ha, Nasriddin, mendan oriyatga olmoqchi bo'lgan bug'doy orom mushunchilikmi? Aliylari qo'shildinglarmi? Albatta qo'shildim. Omborga berib, Nasriddinning degini bo'yicha uningga 100 katakchi bug'doyni qarz beraman. Men birni, sen birni, men birni, sen birni, men birni, sen birni, men birni. Abbas, bug'doychi. Aliylari, bu davlat ombiridagi hamma oshliqni qo'ysaqmi 100 katak bug'doyga yetmaydi ekan. Ha? Nima? Choq-choq qilyapsan. Buni omborchi hisoblab chiqqan. Faqat 64 katakchilar. 18 446 744 073 709 600 0 0 0 Nasriddin, buncha vala ko'p ochliqni ishiltib bo'lganamsan. Aliylari buningga o'zlari qo'shilgan. Shundoq, o'zlari qo'shilgan. Ha, Nasriddin, sen omborga berib ochliqlarni olsang bo'ladi, lekin bugun bu ochliqlarning hammasini ib ketishing kerak. Bunchalar ko'p ochliqni qandaq bir kunda ep ketgan bo'ladi. Qandoq Nasriddin, ib ketamisan, yengilgan bo'lasan. Aliylari, men bugun cho'qim hammani ep ketaman. Bu podshoh aliylarining ko'pchiligi berib turgan ochliqi ham kelar yillik urug'. Nasriddin ombordagi ochliqlarni ularga taqib berishga pednibdimi? Aliylari, Ajab, ochig'im keldi. ochiqlarni besib olsalar. Nasriddin, Podshoh keldi. Hurmatli aliylari, sizlarning g'amxo'rliklariga rahmat. davlat omboridagi ochliqni bo'lgani uchun javobgarlik tortilsan. Aliylari, sizlar o'zlari ochliq berib turishga qo'shilgan-ku, biroq sizlar faqat birla odam ilishga ruxsat demagan. To'g'ri? To'g'ri. Sen Aliylari, men sizlarga ochliq yig'ib beryapman, ha? Sen davlat omboridagi ochliqni tarqitib yutib, yana ochliq yig'ib o'tman deysan, ha? Hurmatli aliylari, yurtdoshlarning yeydig'inigami ochliq yetishmayotidi. Kelar yilqi urug'ni demayli turayli. Urug' bo'lmasa kelar yili nima deyar derimiz? Ochliq bo'lmasa podshoh sizlar kelar yili qayaga berib ochliq yig'dilar, ha? Degini to'g'ri, ochliq terimasa qandoqmi ochliq yiqilib bo'lsin. Men bugun ambarni ichib, ko'pchilikka podshoh qurg'oqchilik bo'lib hosil bo'lmaganligini bilgachga, shunashqa ochliqni ko'pchilikka berib turib histashlik qildi dedim. Puhralarning hammasi aliylaridan minnatdor. Qur'onning hammasi sizlarni eng yaxshi podshoh deb boqdi de. Bu ochliqlarning hammasini sizlar ep ketinglar. Buni faqir sizlarga qarz berdim. Kelayli cho'qim qaytirasizlar. Podshoh donadir. Podshoh donadir. Podshoh donadir. Ay!